Assalamualaikum, videoşimiz Urgen shahar aeroportga xodma yo'lning yanında 250 metr kvadrat Euro remont pod ключ hovuzasi sotiladigan, shuni ko'rib chiqamiz. Fasadlari bitgan, eldan yana zelen zonalari bor. Shundan agrajdeniyasi enini 10 metr. Demir darvoza. Chan tarafda ko'ramiz. Şimdi sostenadigan polni Toshkent Stepanda bruschatklar qilingan, fasadlar urilgan, buralari ko'rgan, ikki konditsionerimiz ham bor uyda. Geçten hoşça bo'lib turadi. Bir dena letni kuxniyalari, barbeküylari qilingan. Gaz qo'yilgan, qozon, shashlik mangal uchun и moyka. O'rtadan 4 odamlik stol, balkonlar ham bor. Üstüne özetilgeni görüşürüz mümkün. Adına porni keruştan taxlangan. Şimdi sostenadi. Fasadlari zo'r ekan. Elden zor. Sabodni bir anna bir maşin girib turadi. Bundan bir anna ben tarafına yine tapçan koyup otursanız da kaçıyla koyup otursanız da boladı. Akkuratni. Bismillah da biçen kısmını görüp çıkamız. İşitten girdik. Girgi yerimiz prixoshka zonası boladı. Onda rakamlar koyulgan, farklıklar urilgan. Uyumuz high-tech variantda remont etilgan. İçerinde aboyna yok. Fonda emme joyi. Ben tarafta yine prixosh mebelleri koyulgan. İyi dalan görüşürüz mümkün. Üstü açık sırası. Şöyle taxlangan. Acayip. 100% tayyor bo'lib turibdi joyimiz. Doğru girib yashaverasizda. Освещениyalar tashalgan, lustron ham zo'rundan bosilib turibdi. Tak, birinchi etajda zal, bir spalni, kuxnya, sanuzel joylashgan. Ikkinchi etajda ham to'shni shunday. Zalning ustida zal, spalni ustida spalni, sanuzelning ustida sanuzel. Hem yeri fonda görüp turalarız deyin. Divanlar ham qo'yilgan. Görüşürüz mümkün. Miyahkileri. Bu razvedcha kulchadir hammasi ham yaxshisidan qo'yilgan. Prostoy emas. Shu azlar ham e'tibor etganlar. Bir chetdan ko'rib chiqamiz endi. Oyoqtemiz hamma joy laminat pol и teplый pol beramiz. Eshiklarni oppoq, skromli eshiklar qo'yilgan. Berimiz zali bo'ladi. Ullu televizorlar ko'rib tursa. Gilamlar tashalgan. Devorlar ham xo'shroq bo'lib chiqib turibdi. Потолокlar gipsokarton, освещение, lustra, perdeler ham qo'yilgan. Konditsionerlar ham qo'yilib turibdi. 2 dona konditsionerimiz bor joyimizda. Hamki приятный свет urilgan devorlar. Tak, bir de yine şina prixoshi. Ben tarafta ise sanuzel bo'ladi. Ayakta kafel, teplый pol, rakovinasi, unitazi, dushovoy, kirmashinlar ham qo'yilgan. Полностью kafel, потолок натяжной. Chap tarafta spalni. Görüşürüz mümkün. Laminat pol, gilamlar tashalgan, spalni komplektlar qo'yilgan. Fonda hamma joyimiz, потолоклari gipsokarton. Görüşürüz mümkün. Lustralar asılgan, perdeler qo'yilgan. Dizaynerskiy proyektda ishlangan polni ham narasasi. Arka tarafa, boq tarafa qaragan aynasi, boq tarafini ham ko'rsataman. Yine arkadan bir 2 metrden yeri bor. Gazon döşelib turibdi. Bu tarafta kuxnyamiz. Görüşürüz mümkün. Kuxnya mebellar qo'yilgan. O'tiradigan stullar, 6 adamlık, gaz plitasi, vitishkasi, moykasi, xodimlik ham qo'yilganlar. Paket kilonkada turibdi. 2 televizor qo'yilgan, 2 konditsioner qo'yilgan. Bog' tarafi, eldinda bog' aslida bu prosta arka tarafı ayna açışı uchun ham havo aylanishi uchun qo'yilgan. Bunda letni tualet. Yağmur suvi ketadi. Yalnız teşhis etilgan polностью. Remontdan olib gap yo'q. Shikarniyat remont etilgan. Döşelib taxlanib turibdi. Zinalarimiz quyma и oppoq etib ishlangan. Lustron lekin zo'rundan qo'yibdilar.
sostenadi. Potolokam zor çıkan gipsa kartondan pes görünüp turadi. İşten girasizlar. Zalın üstünde zal aytganimizdek. Fonda приятный serirak svet. Televizorlar qo'yilgan, potoloklar gipsa karton, освещение qilingan, lyustral asilgan, konditsioner, pastki zaldan, bedek zaldan bir konditsioner bor. Bende açık balkonumuz var. Görüşürüz mümkün. Bir an çıkıp otursanız da болады. Sağ. Televizyona ibajina bambuk. Dekorativni. Sanuzelin üstünde sanuzel, rakovinasi, dushovoyi, unitazı qilingan. Görüşürüz mümkün. Potoloklar antijnoy. Köprü pol ayak deylerimiz. Spaniyanın üstünde yine bir spanyamız var yine. Görüşürüz mümkün. Spanya komplekt durumuna gen görünedi. Pastaysa kişiyenek görünmedi. Potoloklar yine gipsa karton, asılgan, lüstralı kılıngan, освещениесі. Svetine, приятный свет, göz yakımı svetine vurup koydular. Perdeler koyulgan, razvedka joylari hammasi taxlangan. Laminat pol gilamlar ham döşelip turibdi. Doğru girip yaşayasizlar. Bir de pastayı kuxnyanın üstü buladı. Birimiz detski spalni. Görüşürüz. 2 adamlık spalnilik kravatlar ham koyulup turibdi. Aynası arka tarafa qara. Orienterimiz aeroportskiy obходной. Bahasına keladigan bo'lsak, bahası 120 ming dollar. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'tamiz. 99 946 76 66 100% taxt remontdan chiqqan, döşelib tayyor bo'lib turibdi. Doğru girib yashayverasizlar.